bitta operatsiyada -9 kilogramm. Muborak Abdullayeva operatsiyalardan keyingi 2-hafta, mana 14 kun bo'ldi. Nima bo'lgani, nima qolgani hammasi haqida o'zlari gapirib beradilar. Hammaga assalomu alaykum. Birinchi o'rinda men o'zimdagi o'zgarishni ko'rib o'zim xursand bo'laman. To'g'risini aytaman, operatsiyadan keyin oynaga qarashga qo'rqayotgandim, lekin o'zim kelgandan keyin oynaga qaraganimdan keyin yangi Muborakni ko'rib o'zim juda ham xursand bo'ldim. Eng asosiysi, oldin rasmlarimni baribir ozgina Photoshop qilardim. O'rtoqlar, shunaqa kunlarga yetib ketman, Photoshopsiz qiladigan rasmda tushishga. Chunki o'zimdagi o'zim xohlagan ideal natijaga mana erishmamiz sekin-sekin hali 2 haftalik natijani ko'rib o'zim xursandman. Azza ketyaptilar, bu hali 2 haftalik natija, hali 2-3 oyda bundan ham zo'r rezultat bo'ladi deb. Operatsiya jarayoni men o'ylaganimdan-da yengil o'tdi. 2-3 kun to'g'ri og'riqlar bo'ldi, lekin og'riq nima deydi, chidasa bo'ladigan og'riqlar. Hozirgi kunda juda ham zamonaviy dorilar, ya'ni og'riq qoldiruvchi ukollar ko'p. Eng asosiysi shu 3 kundan o'tib olgandan keyin hayot sekin-sekin go'zallashib ketaverdi. Chunki odam o'zidagi o'zgarishlarni ko'rgandan keyin xursand bo'lib, yanada motivatsiyaga to'ladi. Hozir nafaqat men xursandman, balki meni oila a'zolarim, Instagramdagi kuzatuvchilarim xursand. Ayniqsa qizlar profilim bor, o'shanga do-posli rasmimni qo'yganimda juda ham katta ayollardan, qizlardan SMS-larni olib, ulardan ham motivatsiya oldim-da. Men ham ularga motivatsiya beraman, ular ham menga motivatsiya beradi. Ko'rib turganinglardek, operatsiya bo'lgan insonga o'xshamayman. Kayfiyatim yaxshi, ahvolim yaxshi. Muborak juda ham kuchli qiz. To'g'risini aytganimda o'sha bundan oldingi bariatriyadan ham oldingi operatsiyalarda ham aytgan edi. Shu Munisa bilan birga biz hali o'zgaramiz deyudingiz. Mana o'sha kunlar keldi. Siz o'zgardingiz, tabriklayman. Rahmat. Endi Munisani navbati. O'rtoqlar, men oshqozon operatsiyasidan oldin 140 kilo bo'lganman. Bariatriyadan keyin 62 kilo vazn tashlaganman. Aziz aka operatsiya qilish jarayonida operatsiyaga kirayotganimda 79 kilogramm edim. Hozirgi kunda 69 kilogrammga tushdim. Men 2 haftada, ya'ni 10 kilogramm minus. 10 kilogramm minus bo'ldi birdaniga. Yana 9 kilo hali tashlash niyatim bor. Meni idealimdagi o'sha kilogramm 60 kilogramm, lekin 60 kilogrammga tushganimdan keyin yana shu bir 5 kilo yana tashlaymanmi demoqman-da. Da, lekin o'sha 60 kilogramm boshda ham aytgandim, idealniy bu kishida plastik xirurgiya vес tashlashga ko'proq qaratilmagan, bu ko'proq koreksiya figuraga qaratilgan. Lekin vesdan ham ketishning inobatga olsak, plastik xirurgiya sami zo'r, nima desam, qurol desam ham bo'ladi. Ham chiroyli bo'lasiz, ham vazn yo'qotasiz, ham o'zingizni baxtli his qilasiz. Shu uchun o'zingizni baxtli his qilasiz. Yana bitta narsa, men aynan operatsiya bo'lgan joyimni choklariga juda ham qo'rquv bor edi. Shu perivaska jarayonlarida o'sha choklarni ko'rdim. Haqiqatan juda ham bilinmaydigan darajada choklar tikilgan. O'zimda bo'lgan narsani aytibman sizlarga. Choklari juda ham bilinmaydigan darajada, hali 6 oydan keyin bu umuman soch tolasida yo'q bo'lib ketar ekan. Ko'pchilik mendan o'sha operatsiya bo'lganda choklar qanaqa bo'ladi degan savollar berishganda, o'shanga ham javob berib ketay dedim. Albatta, ko'pchilik aytishi mumkin, nima uchun bu operatsiyani qildirdilar deb, lekin tasavvur qilib ko'ringlar, 140 kilogrammdan 60 dan ortiq vес tashlash bu juda ham katta vес. Xohlaysizmi yo'qmi, siz plastik jarrohga murojaat qilasiz. Sababi teri noto'g'ri ozish deydi buni. Noto'g'ri ozish oqibatida 90% holatlarda teri osiladi. Juda ham kuchli ozgan inson, deylik 6 oyda, 1 yilda, 2 yilda 60, 70, 80 kilogramm tashlagan inson xohlaysizmi yo'qmi plastik jarrohga murojaat qiladi. Buni uyatli joyi yo'q, buni qanaqadir yomon joyi yo'q. Albatta bu komfort, har bir insonning komforti, buni to'g'ri qabul qilishlaringiz kerak.
yana bitta savol menga juda ham ko'p keldi. Aynan shu operatsiyadan keyin homilador bo'lish mumkinmi deb. Men o'rtoqlik turmushga chiqmaganman. Bu operatsiyadan keyin bemalol 1 yildan keyin yoki 2 yildan keyin homilador bo'lsa bo'lar ekan bemalol. Aynan shu savol juda ham ko'p qizlarni, juda ham ko'p opa-singillarimizni qiynadi. Ya'ni homilador bo'lsa bo'ladimi deb. Shu savolga albatta 2-3 yildan keyin bemalol homilador bo'lsangiz bo'ladi. Endi lekin shu 1 yil jarayonida ham homilador bo'lib tug'ilgan bemorlaringiz bor. Bor, bunaqalar 6 oydan keyin o'zi homilador bo'lganlar bor operatsiyadan keyin. Bu kitobda shunaqa yozilgan, lekin bizning praktikamizda bo'lgan 6 oy 1 yildan keyin ham homilador bo'lib tug'gan. Hammasi joyida, lekin baribir ham kitobida yozilgan. Bu narsani nauka o'rganib chiqqan va sizlarga aytyaptiki 2 yilgacha tug'ish mumkin emas. Albatta bu narsaga rioya qilsalaringiz, men o'ylaymanki, hammasi cheki bo'ladi. Hali do-после rezultat bo'ladi. Xudo xohlasa juda ham chiroyli nima deydi o'sha rezultat oladigan syomkalarimiz qilgandan keyin bemalol do-после rezultatni ko'rsataman, chunki juda ham ko'p qizlarimiz aynan shu narsani so'rashgan. Ko'pchilik ko'koshdan keyin ham qo'rqib qoldi. Narkozdan, boshqadan, o'shalarga ham aytmoqchimanki, professional mutaxassislarga albatta murojaat qilsalaringiz hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bu sizlarga yaqqol, nima desam, ko'rsatib beryapmanki, Muborakning juda ham katta auditoriyasi bor. Shuning uchun bu o'zi Muborak xohlamadi, bunaqangi kerak emas, menga shu hech kim bilish kerak emas deganiga men naborot majbur qildimki, keling shu narsani aytaylik. Har bir inson go'zal bo'lishi kerak, chiroyli bo'lishi kerak, lekin professionallarga murojaat qilishi bu birinchidan hayoti uchun, hayot xavfsizligi uchun, ikkinchi navbatda uni chiroyi, uni yaqinlari uchun. Shuning uchun men majburladim, iltimos shu intervyu bering deb. Lekin bitta narsani aytamanki, bu narsa, mana masalan, bu reklama qilyapti deb o'ylamanglar. Bu hammasi pulni to'lagan, hech qanaqangi bu yerda qanaqadir reklama uchun, barter uchun yoki deylik bepul qanaqadir operatsiya bo'lgani yo'q. Bepul narsa albatta yaxshi bo'lmaydi. Buni ko'ryapmiz. Shu gapga ozgina qo'shimcha fikr qilmoqchiman. Haqiqatan men operatsiya bo'lganimni hech kimga aytmoqchi emas edim. Ya'ni hech kimga aytishga ham majbur emasman. Lekin aynan shu bloger qizimiz operatsiyasidan keyin juda ham ko'p ayol qizlarimizda qo'rquv paydo bo'lgani uchun, aynan plastik operatsiya haqida insonlar boshqacha noto'g'ri fikrga borgani uchun yoki doktorlarni yaxshi doktorlar yo'q degan fikrga borganligi uchun, yo'q, har doim tanlov yaxshi bo'lsa, ya'ni o'zingizlar tanlagan vrachga ishonsanglar, men mana Aziz akaga ishondim. O'zi aytganimdek 1 yildan beri kuzatdim va operatsiya qilgan bemorlar bilan ko'rishdim. Chunki nima deydi, har bitta inson tanlagan shifokorini bilish kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun ham, ya'ni ko'p ayol qizlarimiz bilishi uchun mendagi jarayonni bemalol sizlarga ko'rsatib, faqat sizlarning foydanglar uchun bemalol ko'rsatib va o'zimning fikrlarim bilan bemalol bo'lishdim. Hammasi yaxshi, Muborak o'zini yaxshi his qilyapti va bugun 14-kun. 14 kunda hammasi joyida. Xudo xolasa 1 oydan keyin bu kishi bemalol odatiy hayotga, hammasi oldingi hayotlariga qaytadilar va boshqacha tarafi shundan iboratki, baxtli bo'lib, yana ham motivatsiyaga boy bo'lib qaytadilar. Men doim aytib kelaman, ayollarning xunugi bo'lmaydi, faqat yetarli motivatsiyaga ega bo'lmagan va yetarli finansga, ya'ni pulga ega bo'lmagan ayollar bor.